Azizlar, 4 so'tlik uyimizni kim oladigan bo'lsa, mana shu shotimiz bonusga beriladi. Hozir qo'shnikidan o'g'irlab chiqdim. Azizlar, juda ko'pchilik 4 so'tlik uy so'rayapti mendan. Xohlasanglar, mana ayollar kiradi to'y to'rkunda, xohlasanglar to'y to'rkunda erkaklar Morovotdan kiradi. Uglovoyda uyimiz bugungi kunda sotuvda. Azizlarim, ko'chamizning nomi Abzornaya, 179-xonadon bugungi kunda sotuvda. Abzornaya ko'chadagi uyimizni obzorini ko'ramiz. Sizlar bu faizli uyni qaranglar, sanasi bor, juda ham katta, mana qaranglar, bir 4 ta mashina sig'oradi. Rovatdan kirishimizda hammaga kerakli hojatxona, banyalari bor ekan, juda ham katta. Azizlar, bu yerda 4 sotikda 8 xonadan iborat, plus kuxnyasi bor, plus yerto'lasi bor azizlar. Azizlar, bay, bu 4 sotik emas. Akamiz adashmadimi? 6 so'tiga ham o'xshab ketyapti. Juda ham xonalari ko'p, barakali xonalar ekan. Azizlar, mana zalmisan zal, mehmonxona qaranglar. Mashalloh, birinchi sizlarga mehmonxonadan ko'rsatyapman. Hamma yo'g'i zo'r. Tayyor kelib, yashab mehmonlar chaqirib olasiz bo'laveradi. Azizlar, ikkinchi xonamiz. Bu ham o'zi bitta katta zal ekan. Hozirgi kunda yosh bolalar spalniya qilib qo'yibdi, chunki pechka bordi bu yerda, ikki xonani isitib beradigan. Azizlar, bu uchinchi xonamiz bo'lyapti. Qaranglar, bu ham spalniya bo'lyapti. Roditelskiy kattalarda spalniya. Bu yerda ham pechkali duxovkalari chiqib turibdi. Lovullab isyapti ikki xona azizlarim. Do'stlar, bu xonadon dom qilingan ekanda, tashqariga chiqishda umuman hojati yo'q. Bu ham bitta spalniya ekan, qaranglar. Ichida mana sanuzullari bor. Tashqariga chiqishda hojati yo'q azizlarim. Sizlar bilan mana 4 ta xonani ko'rib chiqdik. Ko'rdinglar, juda ham chiroyli, kirib yashaydigan sharoitlari bor. Mana barellarni qaranglar, ikkinchi qavatdan tushib kelayotganda tushib kelib turib, yana 4 ta xonani ko'ramiz. Plus hozir sizlar bilan yerto'laga tushamiz. Azizlar, bu ham bitta xonamiz. Hozirgi kunda ko'rib turganlaridek kuxnya qilib qo'yishibdi. Bundan kuxnyadan kirganimizdan keyin mana yerda ham bitta juda ham katta zalimiz bor ekan. Yorib qaranglar azizlar. Bu sizlarga 6-xonamiz bo'ldi. 2 xonamiz qoldi, ketdik, davom etamiz. Qaranglar, yana 2 xonamiz qoldi. Juda ham xonalar barakali. Mana ko'rib turganlar yana bitta xona bo'lyapti. 7-xonamiz, ya'ni mana u, mana 8-xonamiz. Qaranglar, o'zingizlar bir e'tibor beringlar azizlar. Bu yer ham kelin-kuyovlarga ota-onamiz o'rnatadi. Qolaradi, bu yerda kelin-kuyovlar nariyxonasida, bu xonasida, tushundinglar-a? Sizlarda rosa ko'p kuttirib yubordim. Xo'p, hozir pullarni ham aytib olaman, kalitkani aytib olay. Boyaga ayollar keladigan kalitkamiz bu uyimiz Uglovoyda 2 ta ravat qilib olsanglar bo'ladi azizlar. Xo'p, pullariga keladigan bo'lsak, $140,000 yana zo'r kami bor. Yaxshi tushib beradi, irg'ib tushib beraman deyapti. Keyin variant yo'llari ham bor ekan azizlarim. Qanaqa variant desanglar, Kermatovdan, Suratoshdan uylaringlar bo'lsa, bemalol akamizga telefon qilib gaplashinglar, almashtiringlar uylarda. Omad dil ketdi shu uyga. Hamma kommunikatsiya bo'lgandan keyin azizlarim, gaz, suv, svet, umuman suvdan, gazdan muammo bo'lmaydi. Shahar bo'lib turibdi, adresini aytib o'raychi sizlarga. Azizlar, telefon nomerlarimiz 0558 bilan 70 76 75. Qaytaraman, 558 bilan 70 76 75. Xo'p, adreslarimizga keladigan bo'lsak, Qirg'iziston O'sh shahri bo'lyapti. Hamma bilgan O'nadir bo'lyapti. O'nadirga ko'tarilib kela olayotganlarida Termiziy masjidimiz bor. Shu Termiziy masjidining oldida kiyim do'konimiz bor, murskoy kiyimlar, ya'ni. Ashuni yonboshdan burilib kela olasizlar. Через navigator chiqaman deydigan bo'lsalar ham bo'laveradi. Ko'chamiz nomi Abzornaya, 179-xonadon. Bugungi kunda sotuvda azizlarim, 4 sotik 8 xonadan iborat, plus podvallari bor. $140,000 ga hadbamlar uchira olmaydi azizlarim.